Akalar, bugungi obzorimizda sizlarga 3 ta zo'r holatdagi arzon Cobalt'larni topib qo'ydim. Aka, buni yili nechi? 24. 24 yurgani 45.000 probeg. Mashinamiz zo'r holatda ekan. 4 yumshoq baloni bor, kraskalari toza, probegda hamma yoq tekshirib olishaveradi. Metan benzinmi aka? Propani bor 65 talik. Qancha so'rayapsiz aka buni? Bo'lgan narxini aytavering. Taqalganini ayting. 11 mingga beramiz. 11 mingga. Mashinaning kuzov holati, kraskalari absolyutni top-toza. Tekshirib olishadi, keyin pul sanashadi. Bo'ldi aka, bu ikkinchisi-chi aka? 22. 22. Yurgani qancha bu aka? 64.000 probeg. Kraskalari 4 yumshoq balon, qimmat chexol puli hamma yo'g'i bor, benzin holatda. buni bo'lish narxi taqalganini ayting. Pachkaga beramiz. Bir pachkaga. 2022-yil $10,000 do'stlar. Minishga tayyor 65,000 yurgan, ya'ni yurganiga nisbatan do'stlar sasyanasi zo'r holatda bu mashinamiz. Aka, bu uchinchisi-chi aka? 25. Buni qancha so'rayapsiz aka? 25. Taqalgani. Taqalgani 12.100 ga beramiz. Mana 20 ming yurgan? 22.000. 22,000 yurgan. 12,100 ga do'stlar. Gazlari bor. Uchala mashina ham aytib o'tganingizdek aka, absolyutni top-toza. Top-toza, kraskasini probegda tekshirtirishadi, yoqsa pul sanashadi. Yoqsa pul sanaydi aka. Nomeringiz aka? 94lik 553 70 00. 70,00. Bularga aka kelishsa 1-2 oyga masalan ajdani Variantimiz yo'q, bank qilib beramiz. faqat naqdga aka. Naqdga bankka. Bo'ldi aka. Akalar, hoziroq mana shu videoni Cobalt qidirib yurgan aka-ukalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'rlari hali oldinda.